Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Hop do'stlar, bu galgi videoroligimizda sizlar bilan Ermin Pro botini ko'rib chiqamiz. Bu botimiz orqali sarmoyasiz ravishda ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, bir gap, mana shu bot haqida juda ko'p kommentariyalar bo'lyapti. Bu botni men shunchaki tavsiya etganman, xolos, hech qanday reklama ham emas. Xohlovchilar kirib ishlashi mumkin deganman, lekin ba'zi bir odamlar noto'g'ri tushunib, sen meni aldayapsan deb. Nimasiga aldayman bu botni do'stlar? Hech kimga pul soling demasam, xohlasangiz pul soling, xohlasangiz solmang desam. Prosta aytganman men mana shu botni reklama video rolik qilib turganda, bu bot odam to'plashlik uchun shu sistemani qo'llayapti va cho'ntagi pulga to'lgandan so'ng bot o'zi avtomatik tarzda yopilib ketadi deb aytganman. Lekin video rolikni oxirigacha ko'rmay bir nimalar deb yuboryapti. Kommentariy yozishdan oldin o'ylab ko'ring. Kommentariy yozishdan o'ylab yozing. Har nimani yozavermang do'stlar. Lekin bu bot haqida aytganman, men qisqacha qilib aytganman. Botimiz o'ta tez yopilib ketdi. Mana hozir menda 12 ton bor do'stlar. Minimal summa 300 tonga yaqinlashdi. Chiqarib olish bu degani encha pul bo'lib ketadi do'stlar. Hech kimni majburlab kirgizmaganman men botga. Xohlovchilar kiring, xohlasangiz kirmang. Hammani o'zini xohishi do'stlar. Hammani o'zida fikri, o'zini telefoni bor. Xohlasa kiradi, xohlasa kirmaydi. Hech kimni majburlamayman men do'stlar. Pul soling ham demayman. Hop do'stlar, endi mana shu botimizdan pul ishlashni ko'rib o'tamiz. O'zi internetga ham pul ishlash juda qiyin. Ko'pchilik oson deb o'ylaydi, lekin bu narsaga sabr toqat kerak. Sabr toqat yo'q odam internetda pul ishlamay qo'yaversin do'stlar. O'zini vaqtini ketkazib va vaqtini behudaga sarflagan bo'ladi do'stlar. Buning uchun sabr toqat kerak internetda pul ishlashlik uchun. Men o'zim 2 yil yo 3 yildan beri mana shu sohada ishlayman. Xudoga shukr, hozircha yomon bo'lganim yo'q do'stlar. Mashina olib yo bir nimalar qilib yuborganim yo'q, lekin xarajatlarimni qoplaydi. Hop do'stlar, bu botimizdan kanallarga obuna bo'lib, turli kanallarga obuna bo'lganimiz uchun, post ko'rganimiz uchun, bot emasligimizni isbotlaganimiz uchun shunga o'xshash zadaniyalarni bajarib ishlashimiz mumkin bo'ladi. Mana bu kanalga obuna bo'lishni Prойти kanalda bosamiz, obuna bo'lamiz va proveritni bosamiz do'stlar. Yana mana shunaqa qilib ishlayverasiz. Bu sarmoyasiz ravishda do'stlar. Hozircha zadaniya qolmabdi. Bunga bosib qo'yamiz. Start bosishimiz kerak ekan. Yana shunday. Mana shu tarzda ishlayverasiz. Hech qanday qiyin yeri yo'q do'stlar. Shunchaki sarmoyasiz ravishda ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda partnyorskiy bo'limi bor. Birinchi o'rin 1 rubl, ikkinchi o'rin 20% va bitta bonus berar ekan do'stlar. 20%, 5% pul solsa, qachonki pul solsa 5% berar ekan. Ikkinchi o'rinimiz 0.1 kopeyka ekan do'stlar. Va 5% bonuslar vazifalarni bajargani uchun xohlovchilar pul soling do'stlar. Hech kimni majburlamayman men.
pul soling yo boshqa qiling deb referral chaqirib ham ishlasangiz bo'ladi do'stlar. Boshqa hech narsa yo'q do'stlar. Shu kommentariy yozishda ham sal o'ylab yozing do'stlar. Oldin videorolikni ko'ring oxirigacha, keyin yozing nima haqida gap ketyapti, nima bo'lyapti. Oldin videorolikni ko'ring do'stlar va keyin fikr qiling. Noto'g'ri gapirgan bo'lsam uzr, lekin asab buzilyapti-da do'stlar. Do'stlar, bu galgi videorolikimiz shundan iborat edi. Barchangizga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin do'stlar. Keyingi videorolikda ko'rishguncha bot manzil kommentariyada bo'ladi. Xohlovchilar kirib ishlashlari mumkin.